Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga shu qadar muhim va shunchaki hayotiy zarur bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilamanki, bu sizning nafaqangizga qo'shimcha tarzda katta miqdordagi pullarni qo'shishga yordam beradi. Bu ma'lumotlarni pensiya jamg'armasi xodimlari sizga o'zlari aytmaydilar. Hech qachon men sizga hoziroq ushbu kanalga obuna bo'lishingizni va ushbu videoga like bosishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Chunki bu ma'lumot sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz yoki hatto o'zingiz uchun ham juda muhim bo'lishi mumkin. Bu shunchaki ma'lumot emas. Bu sizning haqqingiz bo'lgan puldir. Muammoning mohiyati juda oddiy va shu bilan birga murakkabdir. Ilgari nafaqa tizimi ancha sodda edi. Deyarli barcha nafaqalar avtomatik tarzda hisoblanar. Odamning ishlagan staji va maoshiga qarab bir xil qoidalar asosida belgilangan edi. Qo'shimcha to'lovlar kam edi va ularning aksariyati aniq tushunarli mezonlar bo'yicha amalga oshirilardi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgargan. Pensiya tizimi tobora murakkablashib bormoqda. Unda turli xil ijtimoiy imtiyozlar, alohida toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar, maxsus holatlar uchun nafaqalar paydo bo'lgan. Bu o'zgarishlar yaxshi niyat bilan amalga oshiriladi. Ya'ni jamiyatning eng himoyalanmagan qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularning turmush sharoitini yaxshilash maqsadida. Ammo amalda bu murakkablik oddiy fuqarolar uchun katta to'siq bo'lib qolmoqda. Pensiya jamg'armasi xodimlari ko'pincha juda band bo'ladilar. Ularning asosiy vazifasi nafaqalarni hisoblash va to'lash jarayonini uzluksiz ta'minlashdir. Ular har bir nafaqaxo'rning shaxsiy holatini chuqur tahlil qilib, unga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan barcha qo'shimcha imtiyozlarni topib berishga vaqtlari ham, resurslari ham bo'lmaydi. Ular odatda umumiy qoidalar asosida ishlaydilar va siz so'ramasangiz, ular sizga alohida maxsus imtiyozlar haqida aytmasliklari mumkin. Bu albatta ularning yomon niyatidan emas, balki tizimning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Shuning uchun siz o'zingizning huquqlaringizni bilishingiz va ularni faol ravishda talab qilishingiz kerak. 7 yoshdan oshgan keksa fuqarolarimizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan 3 ta asosiy qo'shimcha to'lov haqida gapirib beraman. Bu to'lovlar sizning hayotingizni sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin. Birinchi qo'shimcha to'lov 2 va undan ortiq qaramog'ida bo'lgan oila a'zolari uchun nafaqa. Bu nafaqa turi avvalo nafaqaxo'rning ijtimoiy mas'uliyatini hisobga oladi. Agar siz 7 yoshdan oshgan nafaqaxo'r bo'lsangiz va sizning qaramog'ingizda ishlashga layoqatsiz bo'lgan 2 yoki undan ortiq oila a'zolaringiz bo'lsa, siz ushbu qo'shimcha to'lovni olish huquqiga egasiz. Bu kimlar bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda bu nogironligi bor farzandlar, ota-onalar, turmush o'rtoqlar, hatto jiyanlar yoki nabiralar bo'lishi mumkin. Agar ular to'liq sizning qaramog'ingizda bo'lsa va ularning o'z mustaqil daromad manbai bo'lmasa. Ushbu to'lovning asosiy maqsadi nafaqaxo'rga qaramog'idagi shaxslar uchun g'amxo'rlik qilishda moliyaviy yordam berishdir. Bu nafaqa pensiya jamg'armasi tomonidan nafaqaxo'rning asosiy pensiyasiga qo'shimcha ravishda beriladi. Kimlar bunga e'tibor berish kerak? Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, yoshingiz 7 dan oshgan bo'lsa va sizning qaramog'ingizda quyidagi shaxslar bo'lsa, bin voyaga yetmagan, 29 yoshga to'lmagan, bolalar yoki o'quvchi yoshlar kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa 23 yoshgacha. 2. Nogironligi bor oila a'zolari har qanday yoshdagi nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa. 3. Ishlashga layoqatsiz, ya'ni pensiya yoshiga yetgan, lekin nafaqa olmayotgan yoki nogironligi bor turmush o'rtoqlar, ota-onalar. 4. Ota-onasi vafot etgan yoki ularning qaramog'idan mahrum bo'lgan, sizning vasiyligingizda bo'lgan jiyanlar, nabiralar. Eng muhimi, bu shaxslarning o'z mustaqil daromad manbai bo'lmasligi kerak. Kimlar bunga e'tibor bermasligi kerak? Agar sizning qaramog'ingizda hech kim bo'lmasa yoki qaramog'ingizdagi shaxslar ishlayotgan bo'lsa, o'z daromadiga ega bo'lsa yoki ularning soni 2 tadan kam bo'lsa, bu aynan 2 va undan ortiq qaramog'idagi shaxslar uchun mo'ljallangan nafaqa. Unda sizga bu turdagi qo'shimcha to'lov tegishli bo'lmaydi. Shuni ham ta'kidlash joizki, bu nafaqa miqdori har bir qaramog'idagi shaxs uchun alohida hisoblanadi va pensiya jamg'armasining hisob-kitoblariga hamda mamlakatdagi eng kam ish haqining ma'lum foiziga bog'liq bo'ladi. Bu o'rtacha 300 ming so'mdan 700 ming so'mgacha yoki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu sizning shaxsiy holatingizga va qaramog'ingizdagi shaxslarning soniga va ularning statusiga bog'liq. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 2. Nafsa opaning holati. Nafsa opa 7 yoshda nafaqaxo'r.
Uning qaramog'ida 16 yoshli nogiron jiyani bor. Uning ota-onasi vafot etgan va nogironlik guruhiga ega bo'lgan 18 yoshli akasi ham bor. Nafisa opaning jiyani ham, akasi ham o'z mustaqil daromadiga ega emas. Ushbu holatda Nafisa opa ikkita qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha nafaqa olish huquqiga ega. Faraz qilaylik, har bir qaramog'idagi shaxs uchun o'rtacha 35 ming so'mdan qo'shimcha to'lov berilsa, Nafisa opaning pensiyasiga oyiga jami 700 ming so'm qo'shiladi. Bu albatta ularning kundalik ehtiyojlarini qoplashda katta yordamdir. Misol 2, Tohir akaning holati. Tohir aka 75 yoshda nafaqada. Uning qaramog'ida I guruh nogironi bo'lgan 30 yoshli o'g'li bor. O'g'li mustaqil ishlashga qodir emas va uning o'z daromadi yo'q. Garchi o'g'li voyaga yetgan bo'lsa ham, uning nogironlik holati uni qaramog'idagi shaxs sifatida tan olinishiga sabab bo'ladi. Agar Tohir aka qaramog'ida yana bir kishi bo'lsa, u bu nafaqani olishi mumkin edi. Aytaylik, uning nogiron o'g'lidan tashqari 6-9 yosh nogironligi bo'lgan singlisi ham Tohir akaning qaramog'ida yashaydi va o'z nafaqasi yo'q. Bunday holda Tohir aka ikki qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha nafaqa olishi mumkin. Bu uning oylik daromadiga yana 6-8 ming so'm qo'shimcha pul demakdir. Misol uchun Zaynab buvining holati. Zaynab buvi 7 yoshda. Uning qaramog'ida ota-onasiz qolgan eng yoshli nabirasi bor va guruh nogironligi bor yolg'iz singlisi ham u bilan yashaydi. Singlisining nafaqasi yo'q. Ikkala shaxs ham Zaynab buvining qaramog'ida hisoblanadi. Bu holatda Zaynab buvi ikkita qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha nafaqa olish huquqiga ega. Bu uning kundalik xarajatlarini sezilarli darajada yengillashtiradi. Chunki bu qo'shimcha to'lov bilan uning oylik pensiyasi bir necha 100 ming so'mga oshadi. Ikkinchi qo'shimcha to'lov uzoq muddatli mehnat staji va alohida xizmatlar uchun nafaqa. Bu nafaqa turi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga uzoq yillar davomida sadoqat bilan hissa qo'shgan. Alohida mehnat faoliyati va xizmatlar turgan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Ko'pgina hollarda nafaqa hisoblashda faqat minimal talab qilinadigan mehnat staji hisobga olinadi. Ammo agar sizning mehnat stajingiz ushbu minimal ko'rsatkichlardan ancha yuqori bo'lsa, masalan 1 yildan ortiq yoki sizda mehnat faxriysi kabi faxriy unvonlar, davlat mukofotlari yoki maxsus sohalarda uzoq muddat ishlaganligingizni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, siz qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqa oddiygina yaxshi ishlaganingiz uchun emas, balki aniq belgilangan mezonlar bo'yicha beriladi. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak? Biri, belgilangan minimal mehnat stajidan sezilarli darajada oshiqroq. Masalan, ayollar uchun 35 kun yildan ortiq, erkaklar uchun 45 yildan ortiq stajga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Bu ayniqsa Sovet davrida uzoq muddat ishlaganlar uchun muhim. 2. O'zbekiston qahramoni, mehnat faxriysi, xizmat ko'rsatgan arbob, fan, madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat kabi sohalardagi boshqa davlat mukofotlari yoki faxriy unvonlarga ega bo'lgan shaxslar. 3. Maxsus og'ir yoki zararli sharoitlarda uzoq muddat ishlaganlar. Masalan, konchilik, kimyo sanoati, harbiy xizmatning ayrim turlari. Alohida regionlarda, masalan, tog'li hududlar, cho'l zonalarida ishlaganlar uchun ham ba'zi imtiyozlar bo'lishi mumkin. Kimlar bunga e'tibor bermasligi kerak? Agar sizning mehnat stajingiz standart hisob-kitoblarga mos kelsa yoki sizda yuqorida sanab o'tilgan faxriy unvonlar yoki mukofotlar bo'lmasa, bu turdagi qo'shimcha to'lov sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, bu nafaqa miqdori ham aniq bir summa emas, balki sizning stajingizga, unvonlaringizga va boshqa faktorlarga qarab belgilanadi. O'rtacha 200 ming so'mdan 600 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov berilishi mumkin. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misolbek Rustam akaning holati. Rustam aka 72 yoshda, 1 yillik mehnat stajiga ega. Shundan o'tgan yili og'ir sanoatda, masalan, metallurgiya zavodida ishlagan. Uning mehnat faxriysi unvoni bor davlat tomonidan berilgan bir nechta faxriy yo'lliklarga ega. Rustam akaning nafaqasiga uzoq muddatli og'ir mehnat staji va mehnat faxriysi unvoni uchun qo'shimcha to'lov qo'shilishi kerak. Bu uning oylik pensiyasini dar taytili 600 ming so'mga oshirishi mumkin. Bu pul albatta uning o'tmishdagi fidokorona mehnatiga yarasha e'tirofdir. Misoliki, Mavluda opaning holati. Mavluda opa 7 yoshda. U qishloq xo'jaligida dalalarda 2 yil davomida ishlagan. U o'zining faoliyati davomida bir necha bor tuman miqyosidagi eng ilg'or dehqon unvonini olgan. Garchi unda respublika miqyosidagi unvon bo'lmasa-da,
uning qishloq xo'jaligida uzoq muddatli fidokorona mehnati va hududdagi xizmatlari inobatga olinishi mumkin. Ba'zi hududlarda qishloq xo'jaligida uzoq muddat ishlaganlar uchun ham alohida qo'shimcha to'lovlar belgilanishi mumkin. Bu Mavluda opaning pensiyasiga 2 xizmat isormi 1000 so'm qo'shimcha pulni ta'minlashi mumkin. Misol uchun Jasur akaning holati, Jasur aka 7 yoshda. U harbiy sohada 35 yil davomida fidokorona xizmat qilgan va bir nechta yuqori harbiy unvonlar va mukofotlarga ega. Harbiy xizmatchilar uchun alohida nafaqa qoidalari va qo'shimcha to'lovlar mavjud. Uning uzoq harbiy stajga erishgan yutuqlari uning pensiyasiga sezilarli darajada, ya'ni 500-800 ming so'm yoki undan ham ko'proq qo'shimcha to'lov qo'shilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu albatta uning vatan oldidagi xizmatlariga munosib e'tirofdir. 3-qo'shimcha to'lov doimiy parvarishga muhtojlik uchun nafaqa. Bu nafaqa turi ayniqsa ehtiyojmand bo'lgan jiddiy sog'liq muammolari tufayli o'ziga o'zi xizmat ko'rsata olmaydigan va doimiy tashqi parvarishga muhtoj bo'lgan 7000 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan. Bu ko'pincha I yoki I guruh nogironligi bor shaxslarga tegishli bo'ladi. Lekin har qanday nogironlik guruhi emas, balki tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi tomonidan doimiy parvarishga muhtoj degan xulosa berilgan holatlar uchundir. Bu nafaqa nafaqaxo'rning o'ziga yoki unga parvarish qilayotgan shaxsga berilishi mumkin. Bu esa ularning turmush sifatini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak? Agar siz 70 yoshdan oshgan nafaqaxo'r bo'lsangiz va ir yoki ikki guruh nogironligiga ega bo'lsangiz, tek xulosasiga ko'ra siz doimiy tashqi parvarishga yordamga muhtoj deb topilgan bo'lsangiz, bu harakatlanishda qiyinchiliklar, ko'rish yoki eshitish qobiliyatining to'liq yo'qolishi, jiddiy aqliy zaifliklar kabi holatlarni o'z ichiga olishi mumkin. 3. Sizga doimiy yordam ko'rsatayotgan qarindosh yoki boshqa shaxs mavjud bo'lsa, u ham ushbu nafaqani sizning nomingizdan olishi mumkin. Ba'zi hollarda bu nafaqa o'rtacha TSUim 1000 so'mdan 1 million so'mgacha yoki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu nogironlik darajasiga va TIE xulosasidagi ehtiyojga qarab belgilanadi. Kimlar bunga e'tibor bermasligi kerak? Agar sizda nogironlik guruhlari bo'lmasa yoki nogironlik guruhi bo'lsa-da, TIE xulosasida parvarishga muhtoj deb topilmagan bo'lsangiz, ya'ni o'zingizga to'liq xizmat ko'rsata olsangiz, unda sizga bu turdagi qo'shimcha to'lov tegishli bo'lmaydi. Faqatgina yoshning katta bo'lishi bu nafaqani olish uchun asos bo'lmaydi. Tibbiy ko'rsatma va TIE xulosasi juda muhimdir. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol Karim amakining holati. Karim amaki 78 yoshda. Yaqinda insultni boshdan kechirib, o'ngay guruh nogironligi berilgan. U mustaqil harakatlana olmaydi. Ovqatlanishda, kiyinishda va boshqa kundalik ishlarda doimiy parvarishga muhtoj. TIE uning doimiy parvarishga muhtojligini tasdiqlovchi xulosa bergan. Bunday holatda Karim amakining asosiy nafaqasiga doimiy parvarish uchun qo'shimcha mablag' qo'shilishi shart. Bu uning oylik daromadiga 600 ming so'mdan 1 million so'mga qadar qo'shimcha mablag'ni ta'minlashi mumkin. Bu esa unga parvarish qiluvchi shaxsning xizmatini to'lashda yoki o'zi uchun kerakli dori-darmonlar va maxsus vositalar sotib olishda juda katta yordamdir. Misol 2. Oysha buvining holati. Oysha buvi 71 yoshda. Uning ko'rish qobiliyati butunlay yo'qolganligi sababli unga I guruh nogironligi berilgan. U kuniga atrofdagilarning yordamiga muhtoj. Uning ham TIE xulosasida doimiy parvarishga muhtojligi aniq ko'rsatilgan. Bu holda ham Oysha buviga doimiy parvarish nafaqasi berilishi kerak. Bu nafaqa unga yordam berayotgan jiyani uchun ham moliyaviy rag'bat bo'lishi mumkin. Natijada Oysha buvining umumiy oylik daromadi 1,5 million so'mdan ziyodroq oshishi mumkin. Misol uchsa Hasan akaning holati. Hasan aka 74 yoshda. U og'ir surunkali kasalliklar, masalan, yurak yetishmovchiligi va og'ir shakldagi diabet tufayli I guruh nogiron deb topilgan. Uning o'ziga xizmat ko'rsatishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Mustaqil ravishda oy ishlarini qila olmaydi. Doimiy ravishda oy ishlariga yordamchi kerak. Agar TIE uning holatini baholab, doimiy parvarishga muhtojlikni tasdiqlasa, Hasan aka ham bu qo'shimcha to'lovni olish huquqiga ega bo'ladi. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Masalan, unga yordamchi yollash uchun mablag' taqdim etadi va bu qo'shimcha to'lov miqdori 500 ming so'mdan 800 ming so'mga qadar bo'lishi mumkin. Endi esa nega pensiya jamg'armasi bu to'lovlar haqida o'zi aytmaydi degan savolga javob beraylik. Bu yomon niyatdan emas,
balki tizimning o'ziga xos tuzilishidan kelib chiqadi. Birinchidan, byurokratiya. Pensiya jamg'armasi katta tashkilot, minglab arizalar, millionlab fuqarolar bilan ishlaydi. Har bir nafaqaxo'rning shaxsiy holatini muntazam ravishda tahlil qilib, unga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan barcha imtiyozlarni topib berish uchun ularda resurslar, ya'ni vaqt va xodimlar yetarli emas. Ikkinchidan, qonunchilikning murakkabligi. Qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar doimiy ravishda o'zgarib turadi. Yangi qarorlar qabul qilinadi. Har bir pensiya jamg'armasi xodimi bu o'zgarishlarni har bir fuqaroga alohida tushuntirib berishga ulgurmaydi. Uchinchidan, tamoyil. Siz so'ramasangiz ular bermaydi. Ko'pgina davlat tizimlarida fuqaroning o'z huquqlarini bilishi va ularni talab qilishi asosiy tamoyil hisoblanadi. Pensiya jamg'armasi sizning har bir shaxsiy holatingizni avtomatik ravishda tekshirib, barcha imtiyozlarni o'zi tayinlab bermaydi. Sizdan ariza va tegishli hujjatlarni kutadi. Eng ko'p uchraydigan qiyinchiliklar va nozik jihatlar. Hujjatlarning yetishmasligi. Ko'pincha nafaqaxo'rlar kerakli hujjatlarni to'liq taqdim eta olmaydilar. Bu esa arizani ko'rib chiqishni kechiktiradi yoki rad etilishiga olib keladi. 2. Ariza topshirishdagi xatolar. Noto'g'ri shaklda yozilgan ariza ma'lumotlardagi kamchiliklar ham muammolarga olib kelishi mumkin. Qaysi bo'limga murojaat qilishni bilmaslik. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar pensiya jamg'armasining ma'lum bir bo'limiga yoki hatto boshqa davlat idoralariga murojaat qilishni talab qiladi. Og'zaki rad javobiga ishonish. Agar sizga og'zaki rad javobi berilsa, har doim yozma rad javobini talab qiling. Bu sizga keyinchalik shikoyat qilish imkoniyatini beradi. 5. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Qonunlar muntazam ravishda o'zgarib turishi sababli ilgari amal qilgan biror imtiyoz endi bekor qilingan yoki o'zgargan bo'lishi mumkin. 6. Ma'lumotlarni yangilamaslik. Agar qaramog'ingizdagi shaxsning holati o'zgarsa, masalan, ishga kirsa, yoshi kattaroq bo'lsa, pensiya jamg'armasini xabardor qilmaslik keyinchalik muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Noma'lum bo'lgan nozik jihatlar, qayta hisob kitoblar va o'tmishdagi to'lovlar. Agar pensiya jamg'armasining aybi bilan sizga qo'shimcha to'lovlar tayinlanmagan bo'lsa, ba'zi hollarda o'tmishdagi davr uchun ham to'lovlarni olishingiz mumkin. Bu ko'p hollarda murakkab jarayon bo'lsa-da, huquqshunos yordami bilan imkoniyat mavjud. Bir nechta imtiyozlarni birlashtirish. Ba'zi hollarda siz bir vaqtning o'zida bir nechta qo'shimcha to'lovlarni olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Masalan, qaramog'idagi shaxslar uchun nafaqa va uzoq mehnat staji uchun nafaqa. Hududiy farqlar. Ba'zi hududlarda mahalliy hokimiyatlar tomonidan qo'shimcha imtiyozlar yoki to'lovlar belgilanishi mumkin. Bu haqda mahalliy pensiya jamg'armasi yoki mahalla qo'mitasidan so'rashingiz mumkin. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi TEKning ahamiyati. Nogironlik va doimiy parvarishga muhtojlik bilan bog'liq barcha qo'shimcha to'lovlar TEKning rasmiy xulosasiga asoslanadi. Ularning xulosasiz bu turdagi nafaqalarni olish deyarli imkonsiz. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerak? Qanday qadamlarni bosish kerak? Amaliy maslahatlar. 1. Ma'lumot to'plash. Avvalo o'zingizning yoki siz parvarish qilayotgan nafaqaxo'rning holatini sinchkovlik bilan o'rganing. Yuqorida aytib o'tilgan qaysi qo'shimcha to'lovlar sizga tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlang. Oilangizdagilar, qarindoshlar, do'stlar bilan maslahatlashing, balki ular bu borada qandaydir ma'lumotga ega bo'lishar. Eng ishonchli manba pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti yoki davlat xizmatlari markazlarining saytlaridir. Masalan, my.titqht.uz. Undan tashqari pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib dastlabki maslahat olishingiz mumkin. 2. Hujjatlarni tayyorlash. Har bir qo'shimcha to'lov uchun o'ziga xos hujjatlar to'plami talab qilinadi. Umumiy qilib aytganda sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport asli va nusxasi. Nafaqa guvohnomasi asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi. Qaramog'ingizdagi shaxslarning tug'ilganlik haqida guvohnomalari agar mavjud bo'lsa va ularning pasportlari agar voyaga yetgan bo'lsa. Nogironlik haqidagi guvohnomalar agar mavjud bo'lsa va TEK xulosalari asli va nusxasi. Nikoh guvohnomasi agar kerak bo'lsa. Davlat mukofotlari, faxriy unvonlar, sertifikatlar haqidagi hujjatlar asli va nusxasi. Bank hisob varag'ingizning rekvizitlari. Barcha hujjatlarning asl nusxalarini va ularning yaxshi sifatli nusxalarini tayyorlab qo'ying. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Qo'shimcha to'lovlar bo'yicha murojaat qilish uchun asosiy manzil bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi,
hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi. Lekin bugungi kunda davlat xizmatlari markazlari xalq orasida yagona darcha deb nomlanadi. Orqali ham ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Ba'zi xizmatlar hatto My.Gov.uz portali orqali onlayn tarzda ham amalga oshiriladi. Eng avvalo, pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga borib, batafsil maslahat olishni tavsiya qilaman. 4. Ariza yozish va topshirish. Ariza aniq, tushunarli va qisqa qilib yozilishi kerak. Unda siz qanday qo'shimcha to'lovni olishni xohlayotganingizni aniq ko'rsatishingiz va barcha kerakli hujjatlar ro'yxatini ilova qilishingiz lozim. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshirib, ikkinchi nusxasiga qabul qilib olganligi haqida sanasi va imzosini, shuningdek kiruvchi hujjat raqamini qo'yib olishingiz shart. Bu sizning qo'shimcha to'lovga bo'lgan huquqingizni himoya qilish uchun juda muhim qadamdir. Og'zaki emas, har doim yozma javob talab qiling. Besh kuzatish va norozilik bildirish. Arizangiz ko'rib chiqish muddati bor. Odatda bu bitta ish kundan 3 ish kunigacha bo'lishi mumkin. Agar bu muddat ichida javob olmasangiz yoki sizga rad javobi berilsa va bu rad javobi sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotga, masalan, pensiya jamg'armasining yuqori boshqarmasiga, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari agentligiga shikoyat qilishingiz mumkin. Eng so'nggi chora sifatida prokuratura organlariga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Sabr, toqatli bo'ling va o'z huquqlaringiz uchun kurashing. Aziz do'stlar, men bugun sizga pensiya jamg'armasi o'zi aytmaydigan, ammo sizga katta foyda keltirishi mumkin bo'lgan 3 ta muhim qo'shimcha to'lov haqida gapirib berdim. Bu sizning qonuniy haqqingiz bo'lgan puldir. Bu sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz, balki o'zingizning ham nafaqangizga jiddiy miqdorda mablag' qo'shishi mumkin. Bu ma'lumotlarni ko'pchilik bilmaydi va shuning uchun o'z haqqini ola olmaydi. O'z haqqingizdan voz kechmang, pulni stolda qoldirmang. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Iltimos ushbu video ostida o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni yozib qoldiring. Agar siz ham shunga o'xshash qo'shimcha to'lovlarni biladigan bo'lsangiz, albatta izohlarda bo'lishing. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi uchun uni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Biz birgalikda keksa avlodimizning hayotini yaxshilashimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha